Bir kuni ko'chada ketayotganimda oldimdan bir yuzli chiqib qolganini ko'rdim. U bir o'zi ketayotgandi. U aytdiki, "Salom Jeki." Men ham "Salom. Qayerga ketyapsiz?" Men bowling o'ynagani dedim. "Siz bowling o'ynaysizmi? Unda men ham siz bilan boraman" dedi. Xo'p, mayli. Taksi. Yonimda pulim kam bo'lsa ham, lekin taksi to'xtatdim. U men bilan ketayotgani uchun men juda ham baxtli edim. Bizni ko'rganlar 100limi? Ha. Men o'yinni boshladim. U esa shunchaki meni tomosha qilib o'tirardi. Birozdan keyin u "Jeki, men ketishim kerak" deb ketdi. Boshqalar "Sen 100lini taniysanmi?" deyishardi. Men "Ha, u mening do'stim-ku." Afsuski, deyarli bir oydan keyin u vafot etdi. Mening 100li bilan oxirgi ko'rishishim shunday bo'lgan.